ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Bir narsadan foydalanish uning ichki sirlarini bilishni taqozo qilmaydi. Zamin ustida yashaymiz-yu, zaminning har xil hodis ko'rinishlaridan foydalanamiz. Alloh bizga bo'ysundirib bergan butun shaylardan foydalanamiz, ammo bizningki shu narsalarning yaratilishining, paydo qilinish sirini bilmasligimiz bu ahamiyatlardan bizni mahrum qo'ymaydi. Biz bilmasakmi foydalanamiz. Su nereden keladi? Zaminning 3dan 1 su deydi. Zamin yumaloq tursa su qandoq turadi masalan. Yomg'ir nereden keladi? Uni dengizdan o'sib o'rlab chiqdi. Masalan, dengiz yo'q yerga yog'adi masalan yomg'ir. U bir normal qonuniyat. Dengizning suvi nereden keladi? Qandoq bo'lib yer shari yumaloq tursa yerda suv tura oladi masalan. Dengizning ichidan qandoq bo'lib o't chiqadi masalan, o't etilib chiqadi. Yana taqlar var ya dengizning ostida. Bu narsalarning hammasini bilmeymiz nurguna. Çünkü Allah bizge bir yerde bildirmeslik arakalık bir narsa noktamakçı ki iş insanın idrakatının sırtıda. Zeminin idaresi insanın kulda emez. Zeminin sırları insanın kulda emez. Allah'ın kulda. Mesela insan özge layık şekilde birilgen narsadan faydalansın. Bu insanın vazifesi. Allah xalqan şeylerini bizge bildirdi, bildik. Xalqan şeylerini bildirmedi. Bildirmegenden bir hikmeti var şuna oxşaş, bildirgenden bir hikmeti var. El muhim insan zemindeki vazifesini tunışı. Özge birilgen imkaniyetlerden tuluq faydalanıp vazifesini ada qilishi kerak. Hamma narsaning sirini bilish insonga nisbatan muhim emas.